Hurmatli tomoshabinlar, YouTube kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan GameCraft kanalida bugungi videomiz Counter Strike o'yinini qanday qilib kompyuterga skachal qilsa bo'ladi. Buni bugungi videoda hammasini o'rgataman. Har doimgidek bizga Google Chrome dasturi kerak bo'ladi. Google Chrome dasturiga kirganimizdan so'ng poiskga Counter skachal deb yozamiz yoki o'zini Counter Strike deb yozsangiz ham bo'ladi, lekin u uzunroq bo'lgani uchun oddiysini Counter skachal deb yozasizlar. Va chiqqanda Google Play emas, bu ham emas, Apple emas, Skachat Case 1.6 versiyani tanlaysizlar. Ana bunda o'yin ochilgandan keyin ana hammasi bu yerda qanaqa ishlab bo'lishi hammasi chiqarilgandan keyin ana Skachat ko'p farqi yo'q. Ikkovi ham skachat qilib beradi sizlarga. Skachatni bosasizlar. O'skerlarda har doimgidek bu yerga tushishni boshlaydi. Men bu safar o'chirib qo'yaman do'stlar. Mayli, o'chirib qo'yaman. O'chiraman, tushmasa mayli, menga kerak emas, chunki menda fayllarda bu tushgandan keyin do'stlar fayllarni ochasizlar. Mana men ana bu yerda chiqib turibdi. Fayllarga kiramiz. Chunki saqlangan bu. Ana bu o'yin ochiladi faylni bosgandan keyin. Faylni bosgandan keyin next bosasizlar. Next. Yes deb bosgandan keyin do'stlar to'lishni boshlaydi ana bu yerdan. Men bosmayman chunki o'tgan safar Minecraft yana ishlamasligi mumkin do'stlar. Nonni bosib qo'yamiz do'stlar. Menga hozir aytyapti, yana skachat qilasanmi deyapti. Chunki borsayda deyapti. O'shaning uchun do'stlar ana bu yerda to'lgandan keyin avtomatik do'stlar ana bu yerdan ana this big shuni oldidan chiqib o'tiradi. Xuddi shunday bo'lib chiqadi do'stlar. Ana shunday chiqsa bo'ldi. Bossasizlar ustuni avtomatik kirib ketadi. Kiradi. Xuddi shunday bo'lgan kirgandan keyin do'stlar